Assalomu alaykum azizlarim, salomatmisizlar? Xayrli kun bo'lsin. Ro'za-i Ramazon oylarida charchab qolmayapsizlarmi? O'zi kuch-quvvat bersin. Mana sizlarga olyapti kadrim. Bularda hali o'zlarini milliy bayrami borda, biz hali ro'za hayitimiz, Qur'on hayitimiz 8-mart, 1-oktyabr degandek bularda ham o'zlarini hosil bayramlari, milliy bayramlari ko'p ekan. Yildan yil almashsa ham bayram qilishar ekan. Hali yer hosil bergani uchun ham rahmat. Oktyabr oyida bayram bo'ladi. Hozir mana mart kelishida mana yil yana yangi yil bo'lganda hali Xudoga shukr qilib, issiq kunlar kelganiga shukr qilganda yana bir 5 kun 4 kun dam berar ekan. Bog'chada, maktabda hamma joyda. Shunda bularga bir-birlariga hadya berishar ekanda. Shuni hozir buni olishimdan maqsad mana Italiyani olivkoviy yog' ekanda, eng mana premium deyapti, eng hali brendi. Mana bular bo'lsa baliqlari, konservalari qarang. Bular ataylab o'zlariga haligi chin qalblaridan chiqarib, ko'ngillaridan chiqarib hadyalar berishar ekanda. Buni qarang. Olivka yog'ini qancha ichishigacha ko'rsatib qo'ygan. 10 millilitrdan ichish kerak ekan. 10 millilitr deb qo'yibdi mana. O'zini bokalchasini ham, stakanchasini ham ko'rsatib qo'yibdi. Ikkala tilda ham gapiraveraman endi. Yopishib qolgan rus tili bizga. Xudoga shukr. Endi shuni bilganimga ham mana bular hozir mana u kolona yog' ekan. Kanola yog'i ekan, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Kanola yog'i deb, bu ham ovqat qilsa bo'lar ekan. Osh qildim, shirin bo'ldi. Shu kanola guli shekilli. Mana uni yana bir tushunmadim. Bu ham yarim litr ekan. Mana u o'zlarini nima mol go'shtidan qilingan bo'ladi. Baliqdan qilingan bo'ladi. Konservalar solib solib qo'yishar ekan, birato'lading. Mana qarang, o'zi butun brend narsalar ishlari chiroyli qilib bir-birlariga hadyalar qilishar ekan. Mana korobkalari, mana sumkalari qarang. Pochtada uylariga jo'natadi bular. Har bitta odam pochta xizmati yaxshilaydi Koreyada. Qarang, shunaqa qilib bizda ham aytyapman, mana 8-mart bayramlari kelyapti. Yana ro'za bayram hayitlari bor, undan keyin Qur'on hayitlari. Shunda hali xunxun latta-puttalarda ustozlarga ham, boshqaga ham, kimga ham, yaqin ota-onangizga ham, opangizga ham, qarindoshingizga ham, bir tanishingizga ham nimadir bermoqchi bo'lsangiz, shu latta-puttani o'rniga yegulik bering, savob bo'ladi. Yog' bersangiz, undan yaxshi, jon jigarlaringizga ham, singil opalaringizga ham anchagina ishlatadi. Go'sht bering, bularda olma, nok, meva-cheva berishar ekan. Yeydigan narsa berar ekanda. Bizdagi o'xshab xana-xuna qolib ketadigan latta-putta bermasdan. Sochi hamma yo'q yetarli o'qituvchilarda ham. Ana oshib-toshib ketdi bisotlarida. Mana baliqni mana qarang. Baliqni mana quritilgani. Qarang. Shunaqa yegulik narsalar berishar ekan. Shu ham o'shanga bizda ham shunaqa bayramlarda ustozlarga ham kimga bersalaring, hadya qilsalaring ham shunaqa narsa hadya qilinglar degan maqsadda sizlarga ataylab kadr oldim. Xayrli bo'lsin.